bormi? Dedilar. Bahriddin. Ha, Siroj. Ha, Sojida. Sizdan so'rayapti. Ukangiz bormi deb sizdan so'rayapti. Saodat. Yo'q, ha. Uyimda nonim yo'q. Do'kon qayerdan bo'lar? O'ldirasan. Sen ham baribir Qarshida yashagansan-da, shunday gaplar, qarshiliklar aytadi Saodat. Shuda Qarshida 7 oy yashaganman. Keyin chopib qaytib kelganman. Qarshi shahardagilar borki, ana shunday gaplar aytadi. Yo'q, sizni chaqirmadim. Bahodir emas, Bahriddinni edi, dedi. Kalla, dedi. Keyin tonimadingmi deydi ular. Hammasi Tonimadim. kasal qildingiz. Hammani kasal qildingiz. Tonidim deydi. Tanidingmi, deyveradi. Tepadagi kim dedilar. Assalomu alaykum fiya. Saodatman. Xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Saodat opa bir uxlab turishingiz kerak edi. Ha, uxlayman hozir. Sherzod mana kiyimlarini qarang aka, odam qo'rqityapti bu. Milliy xavfsizlikda ishlaydimi deyman. Admin brat, men nima blok qildingiz? Betliman. Aka, qachon kelsam mani blok qilasiz? G'uzorgayam kelasizmi? Dedilar. G'uzorga nima bor? Rosa charchabsiz. Voy, yigirma. Kim G'uzorga boradi? Menmi, Saodatmi? Efirga uxlab yotmang dedilar. Xo'p, bo'ladi Sherzod. Endi efirga anavi yaxshi emas gaplar yozyapsiz-da, shu uchun. Ketmang fiya. Chegaradan chiqib ketyapsiz. Bentli tilingiz qursin. Oldindan shunaqa bu odam. Rahmat, Yo'q, fiya, lekin salomat bo'ling. bor-ku. Lekin ana Bentli yomon gapirmadi, mana Bahriddin yomon gapirdilar. Adashtiryapsiz chog'im. Men seni yozganini o'qidim-ku men. Sizga g'alati boradi aka, tarjima boradi. Kallangiz bormi? O'sha tarjima bo'lmaganini o'qidim, men ham bilaman-ku. Madina, assalom Saodat opa, yaxshimisiz? Siz atagan efirga kelyapti ekan, mazzami? Saodat opa, yaxshimisiz? Sizga atalgan efirga atalgan efir bo'lyapti ekan, mazzami? Ha, juda mazza. Qorong'uda nima qilyapsiz? Bahriddin, sizni izlayapman. Madinaxon, yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Uya, mayli dedilar. Maqsuda yana 10taniki bilan yozdi. Ha, shuni o'qidim-da, Sherzod, shu uchun chiqarib yubordim. Yana 10ta bo'lsin dedi. Sojida, nima buncha Bahriddin deyapsiz? Mana dedilar. Bahriddin aka, bir nima deng. Shimsto, men baloqqa qolyapman. Biror nima deng, men baloga qolyapman dedilar. Xato yozmanglar, odamni hijolat qilib. Saodat, sen aytma u gapni. Juda xato yozishyapti. Yaxshi, rahmat. Juda xato.